Assalomu alaykum ahli guruh. Mana qo'chqorimiz shedeverlina Billur qo'chqorimiz o'g'li sotuvga chiqdi. Ishqibozlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Kelishtirib beramiz inshaalloh. 12-yanvarda 3 oylik bo'ladi. Mana kastiyaklar, tushlar, suyak yo'g'onliklari. Mana Maşallah. Maşallah. Ona tomon Polkrov Afganka. Mana dumbalarni ko'rsatib qo'yamiz mana. Polkrov Afgankadan tushgan. Suyaklari o'ta moshni yo'g'on yirik narsa. Mana oldi beredoklari. Toshga bitta qo'l qo'yib yuboring. Oh, maşallah. Mana tushlari. Maşallah. Hop, sotuvda ikkinchi qo'chqorimiz. Bu ham ikki tishga endi bizotgan qo'zi qo'chqor. Uzunligi zo'r, korpuslari zo'r, kallasi chiroyli ekan bu qo'chqorlar. Qulog'i 20+ chiqdi. Maşallah. Ishqibozlari biz aloqaga chiqarasizlar, buni ham hozir yurg'izib abazor qilib beramiz. Narxi nechi bu aka? 2000. Narxi 2000 ekan. Telefon nomerini yozib qoldiramiz, aloqaga chiqarasizlar. Korpuslarini ko'rsatib qo'ying menga. Bu. Oldilari. O'sha kelib turgandek tegmay, hop, eshittirsiz. Mana qo'zini yurishlari. Bo'yi bundan yungini minus qo'rasizlar-da. Yunglari bilan 1 metr o'sha chiqyapti. Kallalar chiroyli ekan. Assalomu alaykum aziz qadrdonlar, yaxshimisizlar, sog' salomatmisizlar? Kimga mana bunaqa 3 ta bir xil sapsariq yuzlari mana bunaqa go'zal variantlaridan kerak bo'lsa, obunachilar aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ylarimiz yetib keldi, yana yangi partiyasi. Soni mana 3 dona. Bir qo'rada turgan joyidan o'zimiz yebicharini ko'rib, mana o'sha qo'rada turgani ham bilinib turibdi obunachilar mana. Ustlariga ham qaralmagan ekan, umuman biz ham qaramadik. Qanday olib kelgan bo'lsak, shunday chiqardik obunachilar. Bir qo'ra qilib boqaman, shunaqasidan deganlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, nomerlarni qoldiramiz. Dastavkalarni uyushtirib beramiz, vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Yemoq ichmog'iga bir hafta kafolati bor. Kim ustida kelib ko'raman desa, lakasa tashab beramiz. Xonadonimizga kelib, qo'ylarni ko'rib, ko'zlari bilan ketin olishaveradi. Xo'p, bugun mana sotuvimizda Arashan qo'zi qo'chqor, qo'zidan 2 tish o'tyapti o'sha. Tish buzishi boshlabdi. Qulog'i 20 chiqdi. Bo'yi shu 95+ bo'lishi kerak. Buni tag'in yana o'lchab
videosini qo'yib ketamiz. Ishqibozlarimizni aloqaga chiqmaslar. Hop, liniyalarni o'zlari aytadi egalari. Dumma razrezlari bor. Dumma razrezlarga ko'rsataman. Dumma razrezlari bor. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Nomerlarni yozib qo'yamiz. Anaqa narxi qanaqa ekan? 1,5. Narxi 1,5 ming so'rab o'tgan ekan. Kallalari, svetlari zo'r. Mana yurish turishlari qo'chqorli. Qo'chqor uzun narsa. Bemalol aloqaga chiqasizlar. Navbatdagi sog'lig'imiz ona bola. Hop, onasi Nasorov liniya. Bolasi Batkenni navarasi bo'ladi. Mana 5 kunlik bolasi sog'luvchi, mashalloh deb qo'yasizlar. Mana mashalloh. Garbanoslarga e'tibor berib qo'yasizlar bolasini. Dumba razrez. Mana bola. Ishqibozlariga. Hurmatli jamoat, xudo xolisa navbatdagi portlatadigan sog'liq, xudo xolisa 8 tish, Batkenning o'g'lidan bo'g'oz. Bu o'sha Vesakki qizi. Vesak Karabilli, o'sha legendarli Karabilli ukasi bo'ladi. O'shani qizi. Bo'ylari 95 plus, quloq 20. Qo'yi uzunligi, kattaligi, kallalarning garbanosligi, xudo xolisa juda ideal narsa. Bu ham sotiladi qiziqqanlarga. Xudo xolisa. Assalomu alaykum, hurmatli jamoat. Navbatdagi qo'chqorimiz. Kalla quloqlariga bitta baho berib qo'yinglar. Bo'ylari 85 plus, quloq 20 plus o'lchanmadi, quloq 20 oshiq. Kalla garbanoslariga bitta baho berib qo'yasizlar, akalar. Qo'chqorimiz yog'onligiga, to'shlariga bitta baho berib qo'yasizlar. Xudo xolisa dumba razrez hammasi bor. Idealniy sherslar toza, puxa emas. Bu ushastik liniya bo'lib qoladi. Ona tomoni graf. Kallalariga lekin 5 baho. Garbanos